Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunya Uyghur Qurultiyi to'g'ri televiziyesi kündilik xəvərlər proqrammisiga xush keldinglar. Men Hidayat Musajan. Hammanglarning mushu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tövəndə diqqətinglar bugungi xəvərlər proqrammisining tafsilotida bo'lsin. Qozog'istondagi ot yurt kishilik huquq tashkilotining raisi Erbol Davlatbek apanda oldingi kuni Dunya Uyg'ur Qurultiyi markazi organiga alohida uchur yo'llab, Zimiston to'g'ri tarafidan 10 yanvar e'lon qilingan Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi bilan Qozog'iston soqchilarining birlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqqan Qozog'istonda panohlab turayotgan 100 dan ortiq kishini tutqun qilib, qo'rg'as orqali Xitoyga qaytirib ketganligi haqidagi xabarning butunlay asossiz ekanligini bayon qildi. Erbol Davlatbek apandi bu vaqtda bergan izohatida hozirgi nozik vaziyatda agar bundoq bir voqea yuz bergan taqdirda butun Qozog'iston xalqining qo'zg'olib chiqib qarshilik bildirdiganligini, ot yurt kishilik huquq tashkilotining qo'lida Sharq Turkistondan Qozog'istonga qochib chiqqan butun qarindoshlarimizning arxivi va aloqalashish adresi borligini va ular bilan har doim aloqada bo'lib turayotganligini, ularning Xitoyga qaytarilganligi haqida hech qanday bir dalilning yo'qligini ta'kidlab o'tdi va Zimiston to'rining bu vaqtdagi xabardan qattiq afsuslanganligini ifoda qildi. Zimiston to'g'ri 10 yanvar e'lon qilgan xabarda Xitoyning Olmutadagi konsulxonasi bilan Qozog'iston soqchilarining birlashib, Sharq Turkistondan qochib chiqib Qozog'istonda panohlanib turayotgan 100 dan ortiq kishini tutqun qilib qo'rg'as orqali Xitoyga qaytirib ketganligini, tutqun qilinib qaytarilganlarning hammasining Sharq Turkistonlik qozoqlar ekanligini ilgari surgan. Bu xabar muhojiratdagi Uyg'ur tashkilotlarini kuchlik andishiga solgan edi. Ot yurt kishilik huquq tashkilotining raisi Erbol Davlatbek apandi bu vaqtda bergan izohatida ayni chog'da Sayragul Savutbayning dastlabki panohlik talabi Qozog'iston sudi tarafidan rad qilinib Xitoyga qaytirish hukmi chiqarilgandan keyin butun Qozog'iston xalqining qattiq noroziligi bilan Qozog'iston hukumatining bu qarordan voz kechishga majbur bo'lganligini, bo'libmi hozirgi nozik va jiddiy sharoitda 100 qozoqning emas, hatto bir qozoqning Xitoyga qaytirilishining aslo mumkin emasligini ta'kidlash bilan birga, Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasidan o'zining yuqorqi izohat va qarashlarini ko'rmanlar bilan o'rtoqlashishni orzu qiladiganligini ifoda qildi. Amerika Davlat Majlisi qarmog'idagi Xitoy ishlari ijroiya komitetining qo'sh raislaridan Jeff Merikli va James McCorn 12 yanvar kuni Xalqaro Olimpik komitetining raisi Thomas Bachga maxsus maktub yo'lladi. Maktubda ular Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlarini ishlatadiganligini oshkor oldi jakarlagan Anta tantarbiyasi va Xiyongshang guruhining Xalqaro Olimpik komiteti bilan tanharkatchilarning kiyimlarini zakaz qilish to'xtami tuzganligini ko'rdigan holda bu vaqtdagi bir qator savollarga javob talab qildi. Xitoy ishlari ijroiya komitetining to'r betida e'lon qilingan ochiq maktubda Amerika hukumatining majburiy emgakni qat'iy cheklaydiganligi, bu vaqtda maxsus qonun imzolanganligi, ammo Sharq Turkistondagi paxta mahsulotlarining har qachon majburiy emgak va sistemalik zulm bilan bog'lanishli bo'lib kelganligi ta'kidlanib, Xitoy shirkatlari ishlab chiqarmoqchi bo'lgan olimpik musobaqasi kiyimlari ashu xil majburiy emgakka chetiladi. Shundoq bo'lganda olimpik tanharkatchilari yoki olimpik xodimlarining majburiy emgak bilan bulg'angan bu kiyimlarni kiyishi qandoq ish deyiladi. Maktubda alohida qilib Sharq Turkistondagi asosliq zulm shakllaridan zo'r ko'lamlik nazorat va tutqun, diniy e'tiqod erkinligining og'ir cheklamiga uchrashi, ayollarni majburiy tug'mas qilib etish, bolalarni oilalardan judo qilish qatorliqlar sharhlanib, hozir bu rayondagi majburiy emgak qilmishi Uyg'urlarga qarshi ijro qilinayotgan qirg'inchilikning hamda insoniyatga qarshi jinoyatlarning bir muhim mazmuni bo'lib qelyotidi deyiladi. Shuningdek 2022 yilining oxiriga qadar Olimpik komitetini tantarbiya kiyimlari bilan ta'min etmoqchi bo'lgan Anta tantarbiyasi va Xiyongshang guruhining Sharq Turkistonda zavodlari borligini, hamda ularning biz Xinjiang paxtasini ishlatamiz deb oshkora jakarlaganligini, ammo aksius to'g'ri ulardan paxta haqida savol so'raganda ularning biz chet eldan import qilingan paxta ishlatamiz deganligini, ammo bu vaqtdagi import hujjatlarini ko'rsatmaganligini asıltib, sizlarga bu kiyimlarning paxta manbasi ko'rsatildimi deb savol qo'ydi. Türkiye Gelecek Partiyasi raisi, Türkiye'nin sobiq bosh ministri Ahmet Davutoğlu 11 yanvar kuni axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, Türkiye hukumatini Beijingda o'tkazilmoqchi bo'lgan qishliq olimpik musobaqasini boykot qilishga chaqirdi. 11 yanvar kuni Gelecek Partiyasining Anqara markazidagi zalida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'ini jarayonida Uyg'urlarning hozirgi og'ir vaziyatda aks ettirilgan rasmlar ko'rgazilgan ko'rgazma ochildi. Mazkur rasmlar yig'in ahlining qiziqishini qo'zg'adi. Yig'inda oldi bilan Gelecek Partiyasining kishilik huquq xizmatlariga mas'ul muavin raisi Sarab Yozici xonim, partiyaning tashqi siyosatga mas'ul muavin raisi peshqadam diplomat Umid Yordamchi apandi, Turk dunyosiga mas'ul muavin raisi Selçuk O'zdag apandilar so'z qilib, Xitoyning Uyg'urlarga elib berayotgan siyosatining irqiy qirg'inchilik ekanligini, Amerika boshda g'arb ellari Sharq Turkiston masalasiga ko'ngil bo'layotgan, Xitoyning bu siyosatiga qarshi tadbirlar ilayotgan bugungi kunda Uyg'urlar bilan qon qarindosh bo'lgan Turkiyaning sukutda turishini qattiq ayblaydiganligini, Turkiya hukumatini Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqirdi.
Arqadan Kelajak partiyasi raisi, sobiq bosh ministr Ahmad Davutoğlu so'z qildi. U oldi bilan monolarni dedi. Uzun yillardan buyon Sharq Turkistonning har qaysi joylarida kishilik huquq tafsandachiligiga qarshi kurash qilishga majbur bo'lgan qimmatlik Uyg'ur qozoq qarindoshlarim, har qaysi partiyalarning rahbarlari, qimmatlik muxbirlar va partiyamizning har darajalik rahbarlari, hammanglarga hurmatimni bildiraman. Aslida bundaq yig'inlarda kishini xo'shal qiladigan temalar haqida so'zlasak yaxshi bo'ladi. Lekin hozir Xitoy Sharq Turkistonliklarga ilib berayotgan zulm, besim yuragimizni dog'lamoqda. Biz Kelajak partiyasi dunyoning qayerda kishilik huquq tafsandachiligi bo'lsa uningga qarshi turamiz. Xitoy hozir dunyoning ko'zi oldida Sharq Turkistonda jazo lageri qurib, diniy ibodatlarni cheklab, qarindosh oila nomi ostida Uyg'urlarning uyiga Xitoylarni joylashtirib, Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizning madaniy, diniy va ma'naviy turmushiga hujum qilmoqda. Xitoy hozir Sharq Turkistonda insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilmoqda. Bundaq bir paytda Turkiya hukumatining texicha sukutda turishi bizni qattiq afsuslantirmoqda. Ahmad Davutoğlu axborot bayonotida Turkiya hukumatini Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqirib mundaq dedi. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Amerika, Angliya, Gollandiya, Kanada va Litva qatorliq davlatlar Xitoyning Uyg'urlarga ilib berayotgan siyosatini irqiy qirg'inchilik deb bekitdi. Birlashgan Davlatlar Tashkilotidagi ko'p sonli davlat va ko'p sonli kishilik huquq tashkiloti Xitoyning bu siyosatiga qarshi noroziligini ifodaladi. Birlashma xatlarga qo'l qo'ydi. Bundaq bir paytda prezident Rajab Tayyip Erdo'g'an nemishqa sukutda turdi. Biz Kelajak partiyasi har doim qayerda bir ezilgan millat bo'lsa, ularga yordam qo'lini uzatadiganligini ta'kidlab o'tgan Turkiya hukumatini Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qilishga chaqiramiz. Kelajak partiyasi 2 oydan buyon Turkiya parlamentida Beijing olimpik tantarbiya musobaqasini boykot qiladigan bir qaror ma'qul etish uchun har xil faoliyatlarni ilib bormoqda. Bu qitimqi axborot e'lon qilish yig'iniga ko'p sonli chet ellik va turk muxbirlarning ishtirok qilishi diqqat tortdi. Amerikaning Biden hukumati 12 oyning 6 kuni Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik ilib berishi sababli Beijing qishliq olimpik tantarbiya musobaqasini diplomatik boykot qiladiganligini e'lon qilgandan keyin Angliya, Kanada, Yangi Zelandiya va Avstraliya bu sababga qo'shilgan edi. Angliya bosh ministri Boris Johnsonning aytishicha Angliya hukumati qishliq olimpikni boykot qilib, uningga hech qanday hukumat amaldori avatmaydi ekan. Bulardan keyin bu vaqtda Turkiya hukumatiga bo'lgan besim kun sayin kuchaymoqda. Mutaxassislar Turkiya hukumatining bu boykot qilish ehtimolligi borligini ilgari surishmoqda. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayevning qurolli qismlarga ogohlantirish bermay o'q chiqarish buyrug'i berishi va uning Qozog'iston parlamentining ma'qulligini olmay turib, o'z beshimchilik bilan kollektiv bexatarlik shartnomasidagi davlatlar qismlarini Qozog'istonga taklif qilib akirishi Qozog'iston ziyolilarining kuchli noroziligini qo'zg'ab kelmoqda. Xabarlardan ma'lum bo'lishicha, garchi Uyg'urlar zich o'ltiraqlashgan Olmutada qurolli to'qinishlar besiqqan bo'lsa-mu, ammo vaziyat yanada intayin jiddiy ekan. Zimiston to'rining xabarida Olmutada namoyishchilarga o'q chiqargan soqchilarning Qozog'istonning soqchilari emas, balki Qozog'iston soqchilarining kiyimini kiyib olgan Rossiya alayda qismlarining xodimlari ekanligi bayon qilingan edi. Qozog'istondagi Xalqaro qonun tashabbusi institutining direktori advokat Oyna Sormonboyeva 12 yanvar Erkin Osiyo radiosiga qilgan so'zida mundaq deb ko'rsatdi. Rossiya qismlari bizning davlatimizga kirgan ahvolda biz kelajakka umidvor qarayolmaymiz. Bu bir ishg'oliyat, bir tashqi ishg'oliyat. Qozog'iston prezidenti Qosim To'qayev Qozog'iston jamiyati yoki xalqining hech qanday maslahatini olmay Rossiya qismlarini chaqirib keldi. Yo'q, u Qozog'iston parlamentining ma'qulligini olmadi. U atalmish kollektiv bexatarlik qismlarini o'z oldiga chaqirtib keldi. Biz uning qanday kollektiv bexatarlik ekanligini bilamiz. Uningda Rossiya qismlari asosiy salmoqni egallaydi. Armeniya, Belorussiya, Qirg'iziston qismlari nihoyatda osonlikni tashkil qiladi. Qani ko'ramiz. Bugun bu qismlarning atidan boshlab chekinishga boshlaydiganligini aytdi. Qani bunimi ko'ramiz? Oyna Sormonboyeva ta'kidlab mundaq dedi. Jiddiy holat vaziyati va ogohlantirmay o'q chiqarish buyrug'i ko'chaga chiqqan kishilarga, bo'libmi kechasi ko'chaga chiqqanlarga jiddiy xavf ilib kelmoqda. Navbatda kechasi soat 11 dan atsi atdigan 7 gacha talog'a chiqishga bo'lmaydi. Hozir Olmuta shahrida etishish to'xtadi. Lekin hozirgi asosli xavf ogohlantirish bermay o'q chiqarish bo'lib qoldi. Nurg'un begunoh kishilar o'ldi. Qanchalik kishining o'lganligini hech kim bilmaydi. Tutqun qilinganlarning qayerda tutib turilayotganligini mo bilmaymiz. Tutqunlarning 10 mingdan oshadiganligi aytilmoqda. Ularning hech qanday izderki berilmadi. Oyna Sormonboyeva so'zida yana 10 minglagan kishini hech kim bilan ko'rishtirmay tutib turish xalqaro o'lchamlarda qiyin qistaqdir. Holbuki norozilik bildiruvchilar tinch namoyishchilar bo'lib, ular boshda Olmuta shahrining markazidagi namoyishlarda tinchlik bilan siyosiy islohot ilib berishni talab qilgan. Biroq soqchilar ularga o'q chiqarishga boshladi. Soqchilar oldi bilan o'q chiqarib kishilarni o'ldirdi. Biz Sovet ittifoqidagi KGBning bostirish usulidagi bostirishga uchrayotganligimizdan andisha qilamiz deb ko'rsatdi. Yaqında Germaniyaning davlatlik ZDF televiziya kanali tashviqot bilan korona orasida nomli bir programma tarqatdi.
47 minutlik bu programmada milliondan ortiq Uyg'ur Xitoyning jazo lagerlariga band qilingan va og'ir azoblarga duchor bo'layotgan. Tibatlarmi turli tafsandichiliklarga uchrayotgan bir mezgilda 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining boshlanish oldida turganligi. Olimpik musobaqasi boshlanishidan ilgari Xitoydagi vaziyat yo'ritib berilgan edi. Programmani ZDF televiziya kanalining Beijingga yetib borgan bir qancha muxbiri bu kanalning markazdagi xodimlari bilan birlashib ishlagan bo'lib, filmda tövandagi bir qancha asosiy mazmun nuqtaliq bayon qilingan. Biri 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining 1936-yildagi nasistlarning olimpik musobaqasidan farqlanmaydiganligi. Ayni yillari Gitler olimpik musobaqasini o'zining shuhratini namoyon qilish uchun suiiste'mol qilgandek, Xi Jinpingning bugun uni o'zini namoyon qilishning bir vositasiga aylantirib olganligi ilgari surilgan. İkincisi filmde Xalqaro Olimpik Komitetining raisi Thomas Bachning yuzi qilin uyatsiz bir odam ekanligi. Uning ilgari Xi Jinping bilan ko'rishganligi. 2013-yili uning Olimpikning oltin medalini Xi Jinpingga taqdim qilgan bir tarixi borligi. Xi Jinping bilan xotira suratlarga tushganligi. Xalqarodagi kuchli qarshiliklarga beparvo holda uning izchil Beijing Olimpikini aqlab, madihalab kelganligi amaliy ko'rinishlar orqali yo'ritib berilgan. Üçüncüsü Uyg'urlar va Tibetlar uchrayotgan zulmlar bayon qilingan. Milliondan ortiq Uyg'urning jazo lagerlariga qamalib qirg'inchiliklarga uchrayotganligi. Qo'llari orqadan bog'langan Uyg'ur tutqunlarning Xitoyning ichkari o'lkalarga yo'tkilayotganligi. Namoyishchi Tibetlarning tayoq to'qmoqlar bilan urilayotganligi tarixiy ko'rinishlar va suratlar bilan aks ettirib berilgan. To'rtinchisi Beijingdagi harbiy holat tusini olgan qattiq qamal ichidagi vaziyat ko'rsatilgan. Bu qismda German muxbirlarining Beijingda Xitoy soqchilarining axloqsizlarcha qo'pol muomalasiga duch kelganligi, ularning orqasidan payloqchi mashinalarning uzilmaganligi, Xitoy soqchilarining bu muxbirlarni qadamda bir tekshirib avara qilganligi, Germaniyadan bo'lgan tanharkatchilar tushgan Beijingdagi yotoqlarda karvatlar va yerlarda tarakan qurtlarning chepib yurganligi, tanharkatchilarning yotoq bilan tanharkat maydonidan boshqa yerga borolmaydiganligi, hatto Xitoy soqchilarining ba'zi tanharkatchilarning tanharkat maydonlarini oldin ziyorat qilishga ruxsat qilmaganligi qatorliq Xitoy soqchilarining axloqsizliklari, o'ktamliklari amaliy ko'rinishlar orqali bayon qilingan. Umuman mazkur filmda 2022-yillik Beijing qishliq olimpik musobaqasining ancha ko'ngilli bir musobaqa holatida hech bo'lmasa Tokioda o'tkazilgan musobaqadagi xotirjamlik, orombaxshilik ichida o'tmaydiganligi olg'a surilgan. Filmda ziyorat obyekti bo'lgan kishilik huquq tashkilotlarining mas'ullari Xitoyning qattiq ayblagan hamda jazo lagerlariga qamalgan milliondan ortiq Uyg'urlar masalasini takror tilga olgan. Hurmatli ko'ruvchilar, yuqorida Dunya Uyg'ur Qurultiyi to'g'ri televiziyasi kündəlik xəvərlər pirugrammisidə diqqətinizə sunduq. Keyin qitimliq pirugrammimizni görüşəylik. Görüşkə aman bo'lgaysizlar. Xeyr xo'sh.